Hammaga assalomu alaykum. Mana Xo'jali kotyolimizni hozir yoqdik. Texnika olami Sardorbek xususiy korxona zavodidan ishlab chiqarilayotgan kotyollar. Bo'lgan bo'lsa bir yarim soat bo'ldi. Gradusda 53 ga olib chiqib berdi. Buni 200 kvadrat to'plab oldi. Qanchadan beri yoqilgan ham yo'qolgan to'g'ri. Ha, deyarli bu yil yoqilmagan ekan. Yoqilmagan. Hozir yoqdik mana. Hech qancha vaqt o'tgani yo'q, elektorga chiqarib berdi.